yo'q. Qonni artgan, chiqadi, qon yo'q ekan. Ular olib ketmaymiz dedi. Keyin shu piyalada maniga urgan-ku, piyalada urgandan yorilgan. Piyala qon bo'libdi, keyin men g'alati bo'lib ketdi. Men sheyga o'tsam, jiyanim ham o'tqanda o'pa, mana bitta piyala turibdi, piyala ham qon ekan dedi. Keyin ular ko'rib ishonib keyin olib ketdi. Mana tan olibdi-ku, mana endi shekda. Hammasini bo'ynimga olib tan olibdi. O'zi qanaqa qilib qo'l bunaqa bitta qo'l qanaqa qilib o'ziga mana shunaqa qilib qoladi Anvar aka? O'z savolni ham o'zimiz hech berdik-da. Chunki biz O'zida qo'l bunaqa qiyshiq bo'lsa, ichida bir kelayotgan bo'lsak, bitta barmoq ishlarida xolos-da. Telefonni ham misol uchun ushalmas edi. Endi pichoqni gapirmasa ham bo'ladi. Agar barmoqlar, qo'llar ishlaganda onasi misol uchun o'qildan o'tirmas edi. Onasi o'zi anaqa fartik tutib, onasi har kuniga misol uchun o'qillantiradi. Barmoqlar qoshi ushalmaydi. Avvalambor assalomu alaykum. Mana ko'plagan hurmatli mana obunachalarim, sog'lig'inglar yaxshimi? Videoni shunday insonlar ham bordir. Bu bolamiz Chusi Sanjarbek. Mana shu bolamizni ko'pchilik yaxshi ko'rib yordam qilib yurardi. Yaqindagina uylangandi. Mana hozir shu opamiz gapirayotgan gaplarni asl sababi shu yaqindagina kelgan kelinni aytyapti hozir. Endi Alloh taolo bilur. Hamda mana ichki ishlarimizga juda ham ko'p rahmat, juda ham tezda bu sirlarni ochibdi, mana bekitgan joylarni tezda topibdi. Shart pichog'i tiqqan ekan, pichog'i tiqsa, seskanib ketgan ekan. Yana 8 metr ichiga tiqibdi. Tiqqan ekan, keyin bolam o'sha yerda o'lib qoldi, keyin mana qotib qolgan oyog'iga pichoq uribdi, keyin qon kiyimlar yo'q ekan, qo'shlarimiz chiqsa keyin ana shu yerga o'zi yoqib ko'mib qo'ygan ekan, ana shu yerda bordi, kirib mashinamga pirjetkalar qildi, pirjetkalarni kim olib bergan dedi, bayman Anvar aka. Umuman uyimda pirjetka yo'q deydi. Olqoqishni deng. Yursalar kelib surdi qilgandan keyin ana shu yerdan topdimi to'rtga tiqqan ekan, hamma narsani bo'yniga olibdi. Nima sababdan o'ldirdingiz keyin qo'shlarimiz mana eshitib turgan ekan. Aka, men alimi chiqib bo'ldi, mana endi olib ketasizmi degan ekan, bu yerdagilar hech qayerga ketmaysan, mana shu yerda turasan, bular olib qolibdi qo'shnilar.